Yaxshi, kechagi test javoblarini e'lon qilaman. Jamshid, sen imtihondan yiqilding. Unaqada siz meni o'qitishdan yiqilgan bo'lasiz. Sen menga qarshi gapirdingmi? Mantiqan qarasak shunaqa bo'ladi. Mana senga batta. Ha. Sen qiz bolasan. Senda bu narsa yo'q. Nima qilibdi? Oyim menga katta bo'lganingdan keyin bunaqa narsalardan xohlaganingcha olishing mumkin deganlar. Chunki menda bu bor. Emotional damage. Dalaringni o'g'irlab ketgan ayol yalang'och edi, shunaqami? Janob, Yalang'och edi. Tashqi ko'rinishini tasvirlab beringlarchi. Uning bellari ingichkagina, kattakon ko'ti va haybat ko'kragi. Yo'q. Men basharasini, yuzini nazarda tutdim. Yuzi? Bilmadim. Uni yuzi bormidi? Bir narsa deya olmayman. Ikkalang ham yuzini eslab qolmadinglarmi? Badanini gapirib bersak bo'ladimi? Ko'kragi esimda. Bolaning otasi siz emassiz. Bu bola mendan emas. Siz bolaning otasi emassiz. Chunki siz bolaning onasisiz. Ehtimol sen og'ir kunlarni boshdan kechirayotgandirsan va taslim bo'lish haqida o'ylayapsan. Chekinishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'r. Ko'tingdagi chiklar, ular juda ko'p boqni o'tkazishadi. Shunga qaramasdan, Ular o'sishda davom etishadi. Ko'tingdagi tukchalik ham bo'la olmaysanmi? Jallab. Hazillashdim. O'zi o'lik tug'ilgandi. Tupurib tashlash mumkin emas. Og'zingga soldingmi? Yutib yuborish kerak. tanish so'zlar. O'chiring ovozingizni. Boshlay ko'rmang. Hozir qo'yib yuborsam qiziq ish bo'lardi-a? Nima? Deylik bunaqa qilib. Do'stim eding-ku. To'xta, bilan. Hazillashdim o'rtoq. Bunchalik bedaraz emasman. Do'stim, seni qo'yib yuborasan deb